kelishgan, sen o'zing может быть понятно nima qilmayapsan. Ha, короче kelgan so'rashgan. Ko'kat. Ekipajga. Ha. Yapti. Efirda o'tirib so'ragan, uni hali Zeka aytdi-yu. Aha. Shuna bo'lib, короче, ketdi. Qolganlar endi qilmaydi bu ishni menimcha. Sen ham shu yerga eding-ku, shu nimaga bitta shu ustolga qachon qayerga chaqirganga sen ham shu yerga. Ana shuni. Ha, bu yerda gaplashmaylik, короче, men senga yozaman, Sardor. Xalqam yo'q, xalqam eshitsin, eshitsin odamlarga. Yaxshi ish bo'pti-ku, zo'r ish bo'pti-ku. Kim? Men misol uchun tilim qisqa joyi birortasidan muttahamlik joyim yo'q. Men misol qilgan bo'lsam to'g'ri ish qildim deb o'ylayman. Qanchadan qancha odamlarni uyini qonatib, qaqshatib, pulini olib, shantaj qilib, yo'qolish kerak unaqalar. U dastavka amidi-da, men boyadan beri aytayapman, dastavka amidi. Qozog'istondan borib sikitirib keladi, Rossiyaga borib sikitirib keladi. Qayerga kimdir donatorlik qilsa borib sikitirib keladi. Dastavka amidi. Вот mana nomerading videoshchilar. Men bilaman-ku o'jalab ya. O'zing yaxshimisan? Sizlarda tinchlikmi? Dunyo bilan notinch. Sikasan bo'ladi temasini. Sen yaxshimi? Odamlarga san qiziq, ular naqo'y qiziq emas. Qoravoy. Pul bilan tutib ushlab ketdimi? Unday. Qancha pul? Shu bir so'mda 100 millionlar yaqin bo'lsa kerak. Gucci hammi? Ha? Gucci nima qilgan u? Gucci'ning nima ishi bor u yerga? Gucci'ning nima ishi bor? Baliqni boshi. Uni qilasan, buni qilasan, короче. Endi o'zlari bilishadi. Bilmadim men ham. Yaxshi ish qilishgan yo'q lekin. Shu Gucci'ga ham zaybatda bilan kayf qilib shu yerga o'ynab yurish qilib yuribdi. Uning o'zi xudo urush qilgan edi, mana bu yerlarni olish qilib, ko'ylari mana bu. Men qarasan ham uylanib olin. Nima u yomonga chiqaryapsan? Sevishib yurarding-ku. Uylanmasingdan oldin. Kim bilan? Gucci bilan. O Gucci bilan bekor shu ishga bilan arashish qilganda Gucci dalib lekin bitta gap gapirib o'ta yomon. Juda yaxshi bola bo'lib qolsan-chi, sen uylanib Sardor bilinyaptimi? Zo'r bola o'zi bu. O'z bola. Chotki maniki albatta chotki shu. Gaparagan nima deb yozdi. Shu eshak ot bo'lish qilmaydi, shu eshakligini qolib ketadi. Prosta ana bor